Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Clerodendrum gulini yana bitta sortini ko'rsatmoqchiman. Bu Clerodendrum Schmidta. Bu gulni olganimga 3-4 kun bo'lib qoldi. Olganimdan beri barglarini oldi orqa tomonlarini tozalab, artib, yuvib, ko'piklik suvda yuvib, undan keyin iliqdan issiqroq bo'lgan suvda cho'miltirib, hasharotga qarshi doriladim. 2-3 kun kutdim chanqashini. Mana bu gulimiz mana yaxshigina chanqab turibdi va barglari ham ancha shalpayib turibdi. Endi bugun bu gullarni ikkalasini bitta qilib, bitta tuvakka o'tkazmoqchiman. Bu gulimiz svetonosini shunaqa uzun qilib chiqaradida, mana shu svetonos to'liq bo'lib gullaydi. Va xohlasak, xohlamasak yerga tegib qolguncha uzun bo'lib ketaveradi. Mana dalshi yana o'sishda davom etadi. Shuning uchun bu gulimizni bunaqa past tuvakda emas, uzunroq tuvakda 9 litrlik tuvakni tanlaganman. Va bo'ylari baland. Ichi bunaqa kash bor, har doimgidek buni ko'pchilik biladi. Ko'pincha mana shunaqa tuvakka o'tkazaman gullarimni. Mana shunaqa tuvakka o'stirib ko'rmoqchiman. Ochilganda ham gullari yerga tegib qolmaydi, tuvakni aylantirib, hech bo'lmaganda mana shu joylarigacha osilib o'sadi deb o'zimcha o'yladim. Va mana shu tuvagimizga keramzit soldim ichiga anchagina. Hozir ishimizni tuprog'idan chiqarishdan boshlaymiz. Bunga yana tuproq ham tayyorlab qo'ydim. Tuproqni hozir ko'rsataman. Tuprog'i o'zini tuprog'i faqatgina torfdan iborat buni. Shuning uchun o'ziga yaqinroq bo'lgan tuproq tanlaymiz. Umuman boshqa tuvakka, boshqa tuproqqa ko'chirib qo'ysak, ozgina gulimiz moslashishi qiyin bo'lib qolmasligi uchun mana universalniy tuproq bu. Universalniy tuproqda 50% torf bo'ladi. Hozir bu yerda 50% emas, где-то 70% torf. Qolgani har xil aralashmalardan iborat. Ichida perlit bor, vermikulit bor, lichuzapon, tialit, cerames, keramzit va albatta drevesniy o'g'il ham bor. Men drevesniy o'g'ilni hamma gullarimni tuprog'iga qo'shaman. Sababi drevesniy o'g'il gullarimizni tomirlarini sog'lom bo'lib o'sishiga juda ham katta yordam beradi. Mana shunaqa 70% torfdan iborat bo'lgan tuproq tayyorlab oldim. Universalniy tuproq, bu ham hamma narsa aralashgani uchun bemalol universalniy tuproq deya olamiz. Birinchi o'rinda gullarimizni tuprog'idan ajratishdan boshlaymiz ishimizni. Bu yoqni juda ham ko'p rasvo qilib yubormaslik uchun shunaqa tuprog'imni tog'orachasini olib olaman va ishimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta gulimiz yaxshigina chanqagan, bitta gulimiz unchalik chanqagani yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham mana e'tibor niyat qildim. Tomirlarni qarang, qanaqa zo'r holatda turibdi. Clerodendrumlarni tomirlari har doim zo'r bo'ladi. Tomir chiqarishi juda ham yaxshi bo'lganligi uchun, tez tomirlarni katta qilganligi uchun juda ham tor tuvak tanlash kerak emas, chunki tezlikda o'sha tor tuvagingizni to'ldirib qo'yadi. Nimagadir tuprog'idan ajrataman desam, shunaqa tomirlarda uzilish ham bo'lyapti. Endi baribir bo'ladi, uzilish, yo'qotishlar ozroq bo'ladi. Iloji boricha ehtiyotlab tuprog'ini chiqarib olishimiz kerak. Uzilish bo'lsa ham u juda ham qo'rqinchli emas. Hozir aytib o'tganimdek, tomirlari tez rivojlanadi Clerodendrumlarni. Lekin bu gulimizni tomirlarini uzilish desam noto'g'ri bo'ladi. Qanaqadir balkim joyi almashganligi uchundir, balkim boshqa sharoitga tushib qolganligi uchundir tomirlarni yaxshigina tashlayapti mana. Yaxshigina to'kilyapti tomirlari. Teginsangiz, teginmasangiz tomirlari to'kilyapti. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Endi gulimizni bundan buyog'iga tomirlarni iloji boricha bezovta qilmasdan o'stirishga harakat qilamiz. Hozir mana umuman zarar berayotganim yo'q, prosta tomirlarni shunchaki ushlayapman, uzilib kelyapti. Mustahkam tomirlari uzilmasa bo'ldi. Qolganlari yana qayta chiqib keladi, xudo xohlasa.
Mana tomirlarni bo'shatib oldik. Kasallangan tomirlari bor ekan, shuning uchun uzilayotgan ekan. Qarang, o'sha rangi o'zgarib qolgan, oppoq emas. Bu mana shu oppoq emas, korishnevoy rangga kirib qolgan yoki qorayib qolgan tomirlarni olib tashlasak ham bo'laveradi. Baribir u ishlamaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan olib tashlab turib, yaxshi parvarish qilsak, o'zini tiklab ketadi, xudo xohlasa. O'zi aslini olganda ochilib turgan, g'unchalab turgan gullarni, tomirlarni, tuproqlarni bezovta qilmagan ma'qul. Lekin har doim men o'zimni aytganlarimga rioya qilmayman. Ustozni aytganini qil, qilganini qilma degan maqol bor. Ana shu maqolga amal qilingizlar. Mana bu tuvakni ichida ikkita ekilgan. Buni ham chiqarib olamiz. Ba'zida shunaqaman, o'zim aytaman, lekin o'zim amal qilmaydigan vaqtlarim ham bo'ladi. Hozir buni kutib o'tiradigan bo'lsam, bundan battar holatga kelib qolishi mumkin deb o'tkazib olyapman. Keyin ham ko'zim yetadi sharoit qilib berishga, dalshi o'stirib ketishga, eplab ketaman deb o'ylayman-da, urinib ko'raman. Agar siz gulni yangi olgan bo'lsangiz, gul o'stirishga hali unchalik tajribangiz ko'p bo'lmasa, gulni gullab turgan vaqti yoki g'unchalab turgan vaqti tuprog'ini ham, tuvagini ham almashtirmang. Yangi olganingizda ham hech bo'lmaganda 10 kun, 15 kun uyingizni haroratiga ko'nikib olguncha ham gullaringizni bezovta qilmaganingiz ma'qul. Clerodendron gullarini sortlari juda ham ko'p. Menda Clerodendron Госпожа Thompson ham bor. Buni ko'rsatganman videolarimda. Bugun o'shalarni bolachalardan ko'paytirganman, qalamchalardan ko'paytirganman. Ularni ham ekib olmoqchiman. Bugun faqat shu Clerodendron haqida videorolik bo'ladi menimcha. Bunda ham xuddi shunaqa. Mana shuncha tomirlari tushib ketyapti. Bu chanqab turgani o'sha tomirlaridan ham ma'lum. O'zim ataylabdan chanqatdim bularni. Kelganda bunaqa holatda emas edi. Kelganda bariklari yaxshi holatda edi. Chanqatib almashtirsam, yangi tuproqqa moslashishi tezlashadi deymanda, chanqatib almashtiraman ko'pincha. Mana buni ajratib oldik. Endi buni chekkaga qo'yamiz. Va bizga kerak bo'ladi mana bu tuvagimiz. Tuvagimizni ichiga yaxshigina qilib keramzit solganman. Tuprog'imizni ham solamiz. Mana shunday qilsam. Birinchi gulimizni bir o'lchab ko'raylik. Qani 3 tasi qanday joylashadi bu yerga? Bir-biriga zarar berib, urilib, qisilib qolmaydimi? Uch taraflarni ham o'ylab ko'rishimiz kerak-da. Menimcha joylashadi. Joylashtiramiz. Ilojisi ham yo'q boshqa joylashmasdan. Bismillahirrohmanirrohim. Yana ozgina tuproq tashlaymiz. Tomirlari tez o'sib ketganligi uchun tagini, tuprog'ini sal balandroq qilib qo'yavering. Zarar qilmaydi. Menimcha mana shu tuproq yetadi. Ozgina tomirlari yaxshi rivojlanib olish uchun, gulimiz chiroyli bo'lib o'sishi uchun udabreniya solaman. Sizda asmakot bo'lsa, asmakot solsangiz ham yaxshi. Endi qani o'lchab ko'raylikchi. Bo'ladi, mana shunaqa holatda bo'lsa bo'ladi. Qani endi sekingina joylashtiraylik. Ikkalasini alohida ikkita tuvakda saqlasam ham bo'lardi, lekin nimagadir shu pishni bo'lib, chiroyli bo'lib o'sishini xohladim.
ba'zilar g'ij bo'lib o'sib turgan gulni ko'paytirgisi keladi. Ko'pchilik yozishadi Telegramda, gullarimni shunaqa bo'lib ekmoqchiman deydi. Nimagadir men shu bo'lib ekishga qarshiman. Chiroyli bo'lib bitta tuvakda to'lib turgani yaxshi emasmi? Bir xil gulingiz 4 ta 5 ta bo'lib turgandan ko'ra bitta tuvakda chiroyli bo'lib o'sgani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Endi bu meni fikrim, har doim ularga ham xuddi shu gapni aytaman. Bu meni fikrim deyman. Lekin bo'lishingizga qarshiman. Bitta tuvakda bitta gul g'ij bo'lib, to'lib, chiroyli bo'lib ko'zga ko'rinib turgani yaxshi emasmi? 10 ta tuvakda bir xil gul bo'lib qolgandan ko'ra deb aytaman. Joyingiz ham ekonom bo'ladi, vaqtingiz ham ekonom bo'ladi deyman. Ba'zilar quloq soladi, ba'zilar yo'q, baribir ko'paytirib olgisi keladi. Men esa balkim domda turganim uchundir, hovli bo'lmaganligi uchundir uyimiz, joy tor bo'lganligi uchun balkim shunaqa fikrdadirman, bilmadim endi. Lekin baribir ham hovliga ko'chsam ham, xudo xohlasa, bitta gulni 4 ta 5 ta tuvakda o'stirmasam kerak. Bitta gulni bitta tuvakda g'ij qilib, to'ldirib, chiroyli qilib, ko'zga ko'rinadigan qilib o'stirsam kerak baribir ham. Shunday qilib ekib olamiz. Sklerodendron gulini o'ta chanqatib yuborib bo'lmaydi. O'ta chanqatib yuborsangiz, darrov mana shunaqa so'lib, shalpayib, xunuklashib qoladi. Yorug' joyni yaxshi ko'radi, lekin tik tushadigan quyoshni, ayniqsa ham bizni Surxondaryomizni issiq quyoshiga chidash bermaydi. Quyosh nuri yengil tushib o'tib ketadigan joyga qo'yish kerak. Barglariga tez-tez sprey qilganni yaxshi ko'radi. Qatlamiga ham udobreniyya tashlab yuboramiz. Tuproqlariga yaxshi singishib ketadi. Udobreniyamiz suv berganimizda erib turadi, 1 oygacha yetadi. Udobreniyamiz kuchlantirib beradi gulimizni. Xudo xohlasa o'ziga kelib, chiroyli bo'lib o'sib ketadi degan yaxshi niyatlarda ekyapman. Mana bo'ldi. Qani endi tuvagimizga joylashtiraylikchi, qanaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Qalay bo'ldi. Ana endi gullari xohlagancha o'sib, osilib, o'saversin. Yerga tegib qolmaydi. Gullari bemalol ochilaveradi endi xudo xohlasa. Hozir bu gulimizni vannaga olib kiraman-da, bitta cho'miltirib yuboraman. Iliq suvda ham suvga to'yinadi, ham cho'milgani bo'ladi. Undan keyin ependa yoki sirkonda sprey qilib qo'yaman. O'ziga kelishi uchun. Mana tomirlari uzildi. Bezovta qildik tomirlarini, tuproq yangi, tuvak yangi, yangi tuvakga, yangi tuprog'iga moslashi uchun shunaqa antistres, ya'ni epen, sirkon yoki bo'lmasa H101. Farqi yo'q. Shu uchalasidan bittasida sprey qilib qo'yamiz. Bir haftada bir marta sprey qilib turaman gulimga. O'sha epen, sirkon, H101 dan. Boshqa kunlari har doim, har kuni 2-3 marta. Endi bundan buyog'iga kun issiq, yana qaytarib o'taman, Surxondaryoda juda ham issiq bo'lib ketadi. Kun даже 4-5 martalab ham oddiy suvda sprey qilib turaman. Havo issiq bo'lganda muzdek suvda sprey qilaverasiz, lekin havo sovuq bo'ladigan bo'lsa, iliq suvda sprey qilgan yaxshi qish kunlarida. Mana shunaqa bo'ldi. Endi bu gulimizni hozir vannaga olib borib, sug'orib, birdaniga ustidan suvlarni sepib cho'miltirib qo'yaman-da, ungacha boshqa sklerodendron gulini ekishni boshlayman. Bu davr ichida gulimiz ancha o'ziga kelib qoladi. Agar o'ziga kelib tiklanib qoladigan bo'lsa, uspet qilib qolsak, yana holatini ko'rsataman gulni.
Men yana qaytdim. Bu Clerodendron Госпожа Thompson gulimiz. Rosa chiroyli bo'lib ochiladi. Schmittani yo'lda qoldirib ketadi, to'g'risi. Mana shu gulimni qalamchasidan ko'paytirganman. Mana tuproqda turibdi bular. Buni yaqindagina ko'paytirgan edim. Endi tomirlari ko'rinib boshlagan buni ham. Xullas, bularni mana 4 ta bor menda hozir. To'g'risini aytsam, bu gulni 10 ta tuvakda o'stirsangiz ham arziydigan gul. Shunaqangi chiroyli ochiladi, ham noyob sort bu. Ha deb topilavermaydi. To'g'ri, bordir kimlardadir. Men o'zim ham shuni qalamchasidan ko'paytirib ko'pchilikka sotganman. O'zim Turkiyadan olib keltirgan edim bu gulni, O'zbekistondan topolmaganligim uchun. Kimdadir bordir, kimdir o'stirayotgandir, kimdir bilar, kimdir bilmas buni qanaqa chiroyli, go'zallik ekanligini, lekin men juda ham yaxshi bilaman bu gulni. Juda ham shu gulga oshiq bo'lganligim uchun Turkiyadan olib keltirgan edim. Mana shu qalamchalarni ko'paytirgan edim. Bu qalamchalarni hozir bitta tuvakka ekib olmoqchiman. Bunaqa bijir-bijir kichkina tuvakchalarda o'stirish niyatim yo'q. Bitta tuvakda o'stirmoqchiman. 4 talasini bitta qilib ekib olaman. Uning uchun mana bunaqa tuvak tanladim. Bu tuvak ham 2 qavatlik tuvak. Hozir keramzit qolmadi. Bu penoplastni drenaj o'rnida foydalanaman. Agar keramzit bo'lmasa, mana shunaqa penoplastdan foydalansangiz ham bo'ladi. Kimdir oddiy toshdan foydalanadi. Oddiy tosh ham hech qanaqa yoz vaqti zarari yo'q, lekin qishda ozgina tomirlariga sovuqlik bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun men penoplast yoki keramzitdan foydalanaman. Mana shunaqa qilib keramzitni o'rniga penoplast sovoldik. Tuprog'imizdan ozgina sovolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina udobreniyam ham sovoramiz. Gullarimiz kuchlanishi uchun. Endi bu gullarimizni tuvagidan chiqarib olamiz stakanchalardan. Birinchi o'rinda mana shundan boshlayman. Mayda gul bo'lib yotgandan ko'ra katta tuvaklarda o'sib turgani yaxshi. Lekin ilojingiz yo'q, ko'paytirib olguningizcha shunaqa holat bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tomirlarini qarang, qanaqa chiroyli bo'lib o'sgan. Ko'z tegmasin. Rosa chiroyli bo'lib o'sgan. Hozir tuprog'ini bezovta qilib yotmaymiz. Chunki yangi tuproq ko'p bo'lmagan. Shu tuproqqa moslashib chiroyli bo'lib turibdi. Oho, buni qarang tomirlarini. Oho. Вообще buni уже katta gul deb qabul qilsak ham bo'ladi. Buni tomirlarini qalinligini qarang. Buni to'g'ri ko'paytirganimga ancha bo'lgan. Orada bir baringlarni to'kib yorib, rosa stressga tushdi. Lekin tashlab yubormadim-da, davolashda davom etdim. Buni qarang, tomirlar qanday zo'r. Qalin bo'lib turibdi tomirlar. Ko'p bezovta qilmaymiz dedim-ku, lekin tomirni ko'rish uchun ham baribir o'chyapman. Ochganim yaxshi bo'pti. Bu fitilniy polifda edi oldingi tuvagi. Mana ipi qolib ketibdi. Yaxshi bo'ldi ochganimiz. Mana shunaqa holatda gulimizni tomiri. Zo'r. Ko'p ushlab turmaylik, buni olib qo'yamizda keyingilarni ochamiz. Buni yaqindagina ekkan edim. Yaqinda даже Instagramga buni kesib ko'rsatganman. YouTube'da ham bor. Shortsga qo'yilgan. Shunaqa qalamchasini kesib olganim mana shu holatda. Buni tuprog'i ho'l bo'lganligi uchun hamma tuprog'i tushdi. Yaqinda sug'organ edim. Bularni almashtirishni o'ylaganim yo'q edim. Keyin o'ylab qarasam, bijir qilib nima qilaman? 10 ta stakanda buni saqlab o'tirib kasallangan tomiri bor ekan, o'shaning uchun shunaqa holati ham achinarli holatda. Yaxshisi bularni bitta stakanga sovolay deb birdaniga qaror berilib qoldi desam. Mana tomirlari. Holati yaxshi. Endi bu tuproqlarimizni chekkaga olamizda, narigi quruq tuprog'imizga ekamiz.
narigi gulimizdan qolgan tuproqqa endi joy almashtiramiz, bularni joylashtiramiz. Shunday. Shunday. Mana shunday. Mana 4 ta gulni bitta qilib ekyapman. Qilib chiroyli bo'lib o'sib ko'zlarimni quvontirsin. Har doim to'rtalasi birga qoladi. Bularni hech qachon bir-biridan ajratmayman. Agar hammasi ko'klab ketsa, ba'zida bo'ladi, ko'klamasdan o'lib qolishi ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun bularni boshqa bezovta qilmayman. Sal-sal urib ekamiz, tomirlarning orasida havo qolib ketmasin. Tuproqlar yaxshi joylashsin. Mana. Mana shunaqa bo'lib joylashdi. Yana udobreniyya tashlayman. Ustki qatlamidan ham o'g'itlar borib tursin gulimizga. Sal oz-ozdan tagini bosib qo'yamiz, yiqilib qolmasligi uchun gulimiz. Sal ko'proq soldim tuproqni, sababi hozir sug'organimizda bosiladi tuproq. Ancha-muncha bosiladi. Shuning uchun to'ldiribroq soldim tuproqni. Mana shu ko'rinishda bo'ldi gulimiz. Bu gulimizni hozir men bu qalamchalar juda ham nozikligini hisobga olgan holda, kichkinaligini hisobga olgan holda va holi ko'paytirilganiga ko'p bo'lmaganligini hisobga olgan holda bunga yarim teplechka qilaman. Sug'oraman, tuvaklarini tozalab yuvaman, rasvo qildim hamma joyini va yarim teplechkaga olib ipenda yoki sirkonda sprey qilib qo'yaman buni ham. Yorug' joyga iloji bo'lsa, o'zini yaxshi tutib ketguncha lampani tagiga olib qo'yaman. Qani endi narigi gulimizdan xabar olaylikchi, o'ziga ketdimi yo'qmi? Gulimni sug'orib oldim. Tagidan ozgina suv chiqdi. Endi buni yarim teplechka qilaman-da, ipenda sprey qilib, lampani tagiga olib qo'yaman. Narigi Clearodendron Schmidt gulimiz holi o'ziga kelgani yo'q. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi chunki va buni ko'rsatmasam ham bo'ladi degan qarorga keldim. Xudo xohlasa, keyingi videolarim davomida o'ziga kelib, o'zini tutib ketib, chiroyli bo'lib o'sib ketsa, xudo xohlasa, ularni ham ko'rsataman. Hozircha shu yerda videoroligimizni to'xtatamiz. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.